Yuzinglarga hech nonushta tayyorlab ko'rganmisizlar, qizlarjonlar? Demak, bugun yuzimiz uchun nonushta tayyorlaymiz. Ketdik. Nima u deyapsizlarmi? Demak, maska bugun sizlarga yuzimiz uchun nonushta. Ertalab hamma turadi, o'ziga nonushta tayyorlash dardida. Kasha pishirasizlar, tuxum qovurasizlar, tuxum qaynatasizlar va hokazo. Lekin yuzimizni hech kim o'ylamaydi. Demak, yuzimizga bugun mana shu narsadan zavtrak tayyorlaymiz yuzimiz uchun. Yuzimiz ham yeyishga haqqi bor, uni ham qorni bor, u ham och qoladi va u ham to'yinib sizlarga chiroyli xizmat ko'rsatishi mumkin. Demak, yaqinroq kelamiz, yaqinroq prям juda zo'r maska o'rgataman. Nom beramiz bu maskaga peptidniy zavtrak deymiz. Ya'ni oqsilli nonushta yuzimiz uchun. Demak, buning uchun bizga nima kerak? Bizga ovsyanka kerak. Mana shunaqa ovsyaniy mana xlopiyalarni maydalab olamiz. Blenderda, kofemolkada farqi yo'q. Yaxshilab maydalab olamiz, kukun holatiga keltiramiz. Bir osh qoshiq ovsyanka kerak bo'ladi. Unga bitta tuxum sarig'ini solamiz. Unga bir choy qoshiqda kurkuma solamiz. Va unga bir osh qoshiqda smetana solamiz. Smetana yog'sizroq bo'versin smetanamiz. Demak, tabiiy, albatta men eng yaxshi ko'radigan narsam, yuzni eng zo'r oziqlantiradigan narsa bu asal, tabiiy asal. Demak, hech qanaqa yog'larsiz. Yozgi kunida yog' ishlatishni tavsiya qilmayman. Shuning uchun hech qanaqa yog'larsiz oqsilga boy maska sizlarga. Nonushta yuzimiz uchun. Hammasini aralashtirib olamiz. Toza yuvilgan yuzga surib qo'yamiz. Bu yoqda tuxum qovurilyapti, bu yoqda ovsyanniy kashalar pishyapti. Yuzinglarda esa oqsilli, ya'ni peptidniy zavtrak. Bunaqasi menimcha hech qayerda yo'q. Nima beradi bu maska bizga? Albatta yuzimiz oqaradi. Birinchi navbatda oqsilga boy bo'ladi. Oqsilga boy yuz hech qachon qarimaydi, o'rtoqlar. Ajin tushmaydi. Oqsilliklar har doim normada bo'lsa. Tortiladi yuz, mayda ajinlar yoyiladi va dog'lar ocharadi. Ancha. Bu naqa zavtrakdan keyin ishxonaga borsanglar, hamma zavtrakka nima yeding deb so'rasa, sizlar zavtrakka yuzinglarga nima tayyorlab berdinglar deb savol berasizlar. Eng zo'r savol va eng zo'r nonushta bu albatta sizning nonushtangiz bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Bunaqa maskalarni tayyorlab, doim chiroyli bo'lib yuringlar. Albatta yurakchani bosib qo'ysanglar, bundan men xursand bo'laman. Maskalar tayyorlashda esa siz uchun doim harakat qiladigan, izlanadigan Nodira Yakubova.